Assalomu alaykum. Shukronalik mo'jizalari kursimizning aziz ishtirokchilari. Mana bugun sizlar bilan shukronalik darsimizning 5-kuniga ham yetib keldik. Sizning hayotingizda agar pul yetishmasa, hayotingizda xavotir, rashk, ko'ngil sovishi, to'siqlar, shubhalar, qo'rquvlar paydo bo'ladi. Ammo bu tuyg'ular sizga ko'proq pul topib bermaydi. Nimaga deganingizda, ular uchun pul shukronalik yetishmasligidan keladi. Puldan shikoyat, pul ustida bahslar, puldan ko'ngil sovishi, biror narsaning narxidan norozilik yoki birovlarning shikoyatlarini tinglash, bularning hammasi pul uchun shukronalik bo'lmaydi. Va pul haqida hech narsani yaxshilamaydi. Aksincha, yaxshi emas bo'ladi. Hozirgi kelayotgan vaziyatlarning qandayligi muhim emas. Sizda pul yetishmayapti degan fikrning o'zi shukronalik hisoblanmaydi. Kelayotgan vaziyatni o'z miyangizda boshqasiga o'zgartiring va uning o'rniga bor pullaringizga shukronalik qiling. Shu tarzda sizning hayotingizda pullar sehrli kuch darajasida oshib boradi. Kimki pul uchun shukronalik keltirsa, uni ko'paytiradi. Kimki pul uchun noshukrlikni ko'paytirsa, unda ham borini yo'qotadi. Ular kamligida shukronalik his qilish har qanday odam uchun murakkab vazifa. Ammo siz minnatdor bo'lguningizcha bu sizni ilhomlantiradi. Hech nima o'zgarmasligini bilasiz. Lekin ko'p odamlar pullar uchun buyum kabi murakkab bo'ladi. Ayniqsa boy yashamasalar. Shunday ekan, pul sehrli kuch amaliyotida 2 qadam bor. Bu pul amaliyotini kunning boshida hammasini o'qishingiz muhim. Chunki uni kun davomida takrorlashingizga to'g'ri keladi. O'tiring va bir necha daqiqa xayolan bolalik davringizda umuman pulingiz yo'q davrga qayting. Pul haqida eslatmalarni eslang va shukronalik keltiraman so'zlarini sehrli kuchini yuragingiz bilan his qiling. Bolaligingizda sizda har doim ozuqangiz bo'lganmi? Uyda yashaganmisiz? Ko'p pullar bo'lganmi sizda, oilangizda? Ko'p yillar davomida ta'lim olganmisiz? Maktabgacha qanday yetib borgansiz? Sizning darsliklaringiz, maktab nonushtasi, maktab uchun zarur narsalar bo'lganmi? Bolaligingizda ta'til paytida qayerda borgansiz? Bolalik paytingizda qanday ajoyib sovg'alar olgansiz? Velosiped, o'yinchoqlar yoki uy hayvonlaringiz bo'lganmi? Sizning kiyimlaringiz bo'lganmi? Shunchalik tez katta bo'lgansizki, kiyimlaringiz kichkina bo'lib qolgan. Kinolarga borganmisiz? Sport bilan shug'ullanganmisiz? Musiqa asbobi chalishni o'rganganmisiz yoki qiziqishingiz bo'lganmi? Siz kasal bo'lganingizda shifokorga borib dorilar qabul qilganmisiz? Tish doktoriga borganmisiz? Har kuni foydalanadigan, masalan, tish cho'tkasi, pasta, sovun, shampunlar bo'lganmi? Siz avtomobilda sayohat qilganmisiz? Siz televizor ko'rganmisiz? Telefonda ishlatganmisiz? Chiroq, elektr, suv, gaz va boshqalardan foydalanganmisiz? Bularning hammasi pulga kelgan yoki ularni tekinga olganmisiz? Siz bolalik va yoshlik paytingizda
Sayohatdan keyin bilgansiz qancha ko'p narsalarni mehnat tufayli erishgansiz va pul shuncha narsalarga topib ham berilgan. Ya'ni bu yerda pul ishlab topish uchun mehnat qilmagansiz u yerda. Lekin o'sha pul ham mehnat tufayli kelgan-ku. Har bir xotira uchun shukronalik keltiring. Nega deganda, siz ilgari olgan pullaringiz uchun shukronalikni chin dildan his qilishni boshlasangiz, pullaringiz kelajakda mo'jizaviy tarzda ko'payib boradi. Buni koinotning qonuni kafolatlaydi. Pul sehrli kuch amaliyotini davom ettirish uchun qog'ozga men olgan hamma pullarim uchun shukronalik keltiraman deb yozing. Bu sehrli kuch qog'ozini katmoningizda yoki cho'ntagingizda solib olib yuring. Kamida bir marta ertalab, bir marta kunduzi, ko'proq bo'lsa yaxshiroq. Ularni olib qarang. Yozilgan so'zlarni o'qing va hayotingizda bo'lgan pullar mo'lligi uchun samimiy shukronalik keltiring. Qanchalik samimiy va minnatdor bo'lsangiz, pul bilan bog'liq vaziyatlaringiz o'zgarishini tezroq ko'rasiz. Siz pullaringiz qanday ko'payayotganligini hech qachon bilmaysiz. Ammo ko'proq pulga ega bo'lish uchun juda ko'p vaziyatlar o'zgarganini sezasiz. Esingizdan chiqib qolgan pullaringizni topib olishingiz, kutilmaganda naqd pul olishingiz, xarajatlar kamaygani yoki pulga xarid qilishingiz kerak bo'lgan narsalarni olishingiz mumkin. Ertaga qog'ozni yana ko'proq ko'rinadigan joyga, siz olayotgan pullaringiz mo'lligini eslatib turadigan joyga qo'ying va turishingiz bilan o'sha qog'ozni olib, o'qib, shukronalik keltirishingiz kerak. Hech qachon yodingizdan chiqarmangki, qog'ozga qancha ko'p qarasangiz, shukronalikni ko'proq his qilsangiz, shunchalik ko'p sehrli kuch olasiz. Pullar uchun shukronalik mo'lligi pullar ko'pligiga teng. Xayolan yoki so'zlarda bo'lsin, sizda puldan shikoyat qilishga to'g'ri kelgan vaziyat bo'lib qolganida, shikoyatingiz uchun to'lashga tayyormisan deb so'rang. Chunki har bir shikoyat uchun pul oqimi sekinlashadi. Bugungi kundan boshlab o'zingizga siz ozgina pul olganingizda, xoh ish uchun, xoh oylik bo'lsin, fondmi yoki narxini pasaytirib narsa olishmi, kimdir qimmat narsani sovg'a qiladimi, chindan ham minnatdor bo'lishingiz kerak. Bu vaziyatlarning har birida siz pul oldingidan har safar pullar ko'payib kelayotganligini, sehrli kuch o'sishini, olgan pullaringizda minnatdor bo'ling. Pullarning sehrli kuch amaliyoti. 1-3 sehrli kuch qadamlarini takrorlang. Shukronaligingiz hisoboti, o'zingiz minnatdor bo'lgan 10 ta narsani ro'yxatini tuzing. Nima uchun minnatdor ekanligingizni yozing. Ro'yxatni qayta o'qing va galdagi minnatdorlikni tugatib, shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman deng. Imkoni boricha minnatdorlikni his qiling. O'tiring va bir necha daqiqa o'ylang. Bolaligingizga qayting. Siz beminnat olgan narsalaringizni hammasini eslang. Sizga to'langan pullar, qatnashgan har bir vaziyat uchun butun yuragingiz bilan hammasiga shukronalik keltiraman sehrli so'zlarini ayting va his qiling. Qog'oz varag'ini oling va unga to'q yozuvda, iloji bo'lsa yashil yoki qizil yozuvda mening butun umrim davomida olgan hamma pullarim uchun
o'zingga rahmat, shukronalik keltiraman. Bu varaqni bugun o'zingiz bilan oling va kun davomida bir marta ertalab, bir marta kunduzi qo'lingizga ko'proq olganingiz yaxshiroq. Bu so'zlarni o'qing va sizga berilgan pullar mo'lligi uchun chin dildan minnatdor bo'ling. Ertaga bu qog'ozni ko'rinarli joyga qo'ying va u hayotingizda pullar mo'lligi uchun shukronalik keltirishni davom ettirishni eslatadi. Uxlashdan avval sehrli kuch toshingizni qo'lingizga siqing va kun davomida yuz bergan yaxshi narsalar uchun shukronalik keltiraman sehrli so'zlarini takrorlang. Agar har qanday faoliyat, har qanday san'at va har qanday fan va har qanday malakani qabul qilsang, uni ta'kidlab qolganicha siqsang, haddan oshib ezmang. Qayerda bo'lmasin, toki qovurg'alaringiz qirsillab ketmagunicha bossang, sehrli kuch saltanatida paydo bo'lasan. Tom Robbins, yozuvchi. Shu kungacha olgan har bir narsalarimiz uchun minnatdorlik bildirsak, keyingi kunimizda undan ham ko'pi beriladi. Demak, bugungi vazifa pullar uchun shukronalik keltirish. Hammaga omad do'stlar. Darslarni vaqtida bajarib, vazifalarni guruhga tashlashni unutmang.